Bu eshik taqillatgani ham qo'rqaman. Bu Hazrati Umar roziyallohu anhu uylari. Ha, u kishini haybatlari, u kishini adolatlari, u kishini odilliklarini bilasizlarmi? Qornilari, g'umurlari ekan erta bilan tursalar bor-ku. Ochlikdan ichiga kelib qorniga solar ekan. Nafsiga aytgan bitta gapi bor bu zotda. Aytar ekan, xohlasang yorib chiqib ket, xohlasang teshib chiqib ket der ekan. Payg'ambar alayhisolatu vasallamning ummatidan bir kishi och qolar ekan, senga ovqat yo'q deydi ekan. O'zlari xalifa, yer yuzining xalifasi. 40 ga yaqin ko'ylaklarda yamaq yuradi. Odamlar boshqa joyda podshohlari bu kishini ziyoratiga kelsa, saroyga qaytadi vaqtarashgan. Qani xalifalaring Umar desa, u kishini xurmolarida tayda uxlab yotgan joyiga olib boradi. Shu kishi Hazrati Umar roziyallohu anhu bilan. Hali aytib berdik-ku, ey otajon, ustuvoshlarda o'g'ning, uylarda o'g'ning deb aytganlarida, "Voy qizim, siz bitta Rasululloh bilan bir bolishga bosh qo'yib yotib tushunadingizmi? Janobi Rasululloh, Hazrati Abu Bakr, men uchalamiz bitta odam edik. Ular qanday yashagan bo'lsa, shunday yashayman" deb aytganlar bu kishi. Bu kishining ishi shunaqa. Bu kishi o'zlari shunaqangi joylarda yashab bildi-ku, kelindi qayerdan olgan bilasizlarmi? Hozir hokimlar nima deysizlar? Dalada suv tutayotgan suvchining qizini olib beradimi? Yo'q. Oddiy hokimda aytyapman sizlarga. Bu kishi butun yer yuzining xalifasi bo'lib turib, kechalari ko'chalarda aynalib yuradi. Bir ayol qiziga aytayapti, sutga suv qo'sh deyapti. Ko'chaga eshitilib turibdi, Hazrati Umar roziyallohu anhu eshityaptilar-da, jim turibdilar. Yonlarida bir nimalari, yordamchilari. Nima dedi qizlari? "Ey onajon, eshitmadingizmi? Xalifa sutga suv qo'shib sotish taqiqlagan" dedi. Aytdiki, "Umar hozir uxlayapti, qayerdan biladi?" Qizlari nima dedi? "Ona, xalifa bilmasa Alloh bilib turibdi, ko'rib turibdi-ku" dedi. Hazrati Umar nima dedi? "Uyni belgilang" dedi. Uyni belgilashdi. Ketdi. Yonidagi ham bilmadi nimaga belgilagan. Ertasiga o'g'illari Umar ibn Abdulaziz, Umar ibn Abdullohni olib keldilar. Abdulloh ibn Umarni. Olib kelib turib, "Mana shu qizga uylanasizmi?" dedi. "Unga aytki, shu o'g'limga tegasanmi?" dedi. Ikkalalarini nikohini qildi. Ulardan kim tug'ildi? Keyin yana ikkinchi odil yana bir Hazrat Umar nabiralari tug'ildi. Shunaqangi bo'ladi, halollik ustun turadi hamma. Bu zot shunaqangi bo'lganlar. Bu zot shunaqangi bo'lgan. Bu kishining davrida bo'rilar bor-ku, bo'rilar qo'ylarni yemay qo'ygan. Odamlarni qo'ying adolatini. Bo'rilar qo'ylarni yemay qo'ygan. Hazrati Umarning adolatidan bo'rilarga aytganda unaqa qilmaylar. Bu kishining adolati Islom Rasulullohning davrida fath qilindi. Islom joyiga keldi, Makkalar fath qilindi. Lekin Hazrati Umar roziyallohu anhu davrida islom rivojlandi, qaror topdi, adolat topdi. Hazrati Umar roziyallohu anhu davrida bo'ldilar. Butun dunyo, dunyoning narigi chekkasi Hazrati Umar roziyallohu anhu adolatidan qo'rqib turardi.